Ey do'stim, men qarasangchi, osh suzsang, bo'lmasa hozir hamma chaqchuqlaringni yeb tashlayman oshni. Do'stim, ozgina sabr qil. Hozir keladi hozir. Men qarab, Alisher, Shavkatjon ko'rmaydi? Ha, telefon qildim, kelyapti. Ha, kelyaptimi? Gaplashdingizmi? Ha, gaplashdik. Shavkat yana bahona qiladi. Kela olmaydi bunaqa dasturxonga. Ko'ryapsanmi do'stim, dasturxon noz ne'matlari qara. Ey, Sohibjon, o'zi Sohibjon choyxona beryapti deydigan bo'lsa, birinchi o'chirda uchib keladigan o'zim. Chunki sen choyxona qilsang oshna, hamma narsa bor. Yo'q narsani o'zi, meva deysanmi, non chaqchuq deysanmi, ey, omon bo'lgin oshna. Ey, ulfatlarga, do'stlarga sodiq oshnalar omon bo'lsin. Boringga shukr do'stim. Ana o'tganda ko'rding-ku. Shavkatni. Ikkita nom bilan kichkinagina osh solib keldi. Yetmadi ham hech kimga. Mana dasturxonda dodasi. Qara, noz ne'matlar xilidan bor. Suvmisan, non, mana mevalar qara. Omon bo'lsin. Boringga shukr. Bilasan-ku, do'stlar uchun jonimni berishga ham tayyorman. Nimaga qarab o'tiribsiz? Qani o'rtoq, men nonni sindiray, ha? Hozir ha demak osham kelib qoladi. Aynan do'stim, ha, omon bo'lgur, ha. Hozir oshga joy bo'shataylik, hozir. Ana osham keldi. Akalar, zakaz qilgan oshlaringiz tayyor. Voy, palovxon to'ramisan, palovxon to'ra. Voh. O, haqiqiy choyxona palov bo'ldi. Men qaranglar, men hech kimni kutmayman. Qornim itdek och. Faqat shu boshlayman. Olding unda. Chaqchuqlarni ham olib qo'yaylik. Qani. Bidan tuxumlarni ko'ryapsan? Ol, qazi qartaladi. Ana, Shavkat ham kelibdi. Kimga taylab olgan? Yuringlarchi bolalar. Yuringlar. Qani bolalar, o'tiringlarchi. Uzra. Qani, olinglar bolalar. Olinglar. Sohibjon, Shavkat qayerdan olib keldi bu bolalarni? O'zini bolalari emas lekin. Ko'chadan olib keldimi deyman-da. Choyxonani ham beliga tepdimi deyman-da bu. Yo siz bilmaysizmi mabodo? Bilmadim, hayronman. Shavkat aka, biz qorimiz to'ydi. Rahmat. Chiqib tursangiz bo'ladimi? Yemaysanmi qizim? Xo'p, ko'lang bilan turib tur. Hozir chiqaman, xo'p? Boringlar. Bu bolalarni tanimadingmi? Yo'q, men hech qaysi birimiz taniganimiz yo'q, Shavkatjon. Sohib senga kim bo'ladi? Bilasan, ustimdan kulyapsanmi? Necha yillik o'rtoqmiz-ku. Hey. Chin o'rtoq. Uni bolasi nechta qizi, nechta o'g'li bor. U oilasi bilan yashayaptimi, yo'qmi biladi. Senlarga faqat nafs bo'lsa bo'ldi. Bu maraz 2 yil bo'lgan ajrashib ketganiga. Ayoli ko'chada birovlarning uyini tozalab, bolalarini baqib yuribdi. 2 yildan beri bolasiga na ustosh, na pul ish bola bergani yo'q. Mana endi choyxonada o'tirib olib, odamlarga oshlarni berib o'zini ko'rsatishni biladi xolos. Senlar hozir tirik yetimlarning haqqini yeb o'tiribsan shu yerda. Mana shu narsalar tirik yetimlarning haqqiga qilingan. Bilasanmi bu meni nimaga yomon ko'radi? Ey! Ayoling yomon bo'lsa ham bolalaringga qara. Xudoyim senga u bolalarni bergan deb tayinlayman. O'shaning uchun choyxonasiga ham aytgisi kelmaydi meni bu. Yana o'rtoqmish. Mana tirik yetimlardan ham osh oshib qoldi. Yeb to'yishsinlar. Maraz. Sohib. Maraz ekansan-ku, ha? Farzandlaringni tirik yetim qilib turib, tirik yetimlar haqqini bizga yediryapsan. Noinsof. Sen do'stmas. Maraz ekansan. Uyalmaysanmi? Hayfsan-da o'rtoqqa. Dasturxoningga. Xudo o'zing kechir.
Oila qo'rg'oni farzand panohi, har qanday mushkulda yorning hamrohi, nega ko'paymoqda yetimlar ohi, burchini unutib qo'ymasin erkak, burdini yo'qotib qo'ymasin erkak. Bir umr turolsin aytgan so'zida, mehribon bo'lolsin o'g'il qiziga, makkoralar boshlar bo'lsa iziga, burchini unutib qo'ymasin erkak, burdini yo'qotib qo'ymasin erkak.